Amerika Trump hökumətinin Huawei'ga yürgizgan embargosidan keyin bu şirketning mal chiqarishida 25%lik tushish ko'rildi. Savdo urushini boshlatgan qadamlar Trumpning 2018-yili 8 martda import qilingan po'lat va alyuminga ayrim holda 25% va 10%lik tamojna beji qo'shish bilan boshlangan edi. Trump tamojna beji siyosatidan burun Xitoyning eng chong telefon markasi Huawei'ga Android mulozimatining to'xtatilishi bilan eng og'ir zarba berdi. Tədqiqat və analiz şirkəti Fobon bilan strategiyalik analizçi tədqiqat o'rnining mo'ljallashicha, dunyodagi ikkinchi cho'ng yanfon ishlab chiqarish shirkati bo'lgan Huawei'ning setishi 2019-yilda 4% dan 24%gacha tushgan. Gretsiya bosh ministri Aksis Tsipras Gretsiya bilan Turkiyaning Ege dengizida yuz berish ehtimolligi bo'lgan qazodan saqlanish kerakligi to'g'risida o'xshash fikrda ekanligini aytdi. O, Gretsiya davlat televiziyasi RT'ning ziyoratini qabul qilganda, Sibiyodagi yaqinda ochilgan g'ayri-rasmiy Yevropa kengashi yig'inida barliq Yevropa rahbarlarining Siprus Jumhuriyatini qo'llaydiganligini va Turkiyaning neft izlash rayonidagi atalmish qonunsiz faoliyatlarga qarshi ekanligini bildirganligini aytdi. Rossiya Venezuela armiyasini tarbiyalashga qatnashganligi haqidagi aytishlarni dalilladi. Karakasdagi Rossiya bosh elchisi Vladimir Zayumskiy bu yil mart oyida Amerikaning tahdidlariga qarshi bu Janubiy Amerika davlatiga yuzlagan rus askarining kelganligi haqidagi aytishlarga qarata kasbdoshlarini tarbiyalash uchun kelgan mutaxassislar dedi. U hozircha sistemlik bir dialogning yo'qligini, siyosiy o'zgarish qo'zg'agan o'qituvchi rahbar Guaidoni o'qituvchi radikallarning ta'siriga uchrash bilan aybladi. Venezuelaning ittifoqdoshi bo'lgan Rossiya bu yil 3-oyda bu davlatga yuzlarcha askar avatgan edi. Indoneziyaning Bali orolidagi Agung yanartig'ida portlash yuz berdi. Bali aerodromidagi navbatchi aeroplanlar portlash sababli amaldan qoldirildi. Portlash atrofdagi 8 yeziga ta'sir ko'rsatdi. Doiralar aholilardan sirtqa chiqqanda maska taqishni talab qildi. Agung yanartig'i 1963-yildagi buyuk bir portlashdan keyin yarim asr jimjitlikni saqlagan bo'lsa-mu, 2017-yildan buyon qaytadan harakatga o'tdi. Liviyaning poytaxti Trablosning janubida davlatlik birlashma hukumat qismlari bilan sharqiy qismdagi qurolli qismlarning rahbari Xalifa Xaftarga qarashli qurolli kuchlar orasidagi to'qinishlar shiddat bilan davomlashmoqda. Yuz bergan to'qinish va havo hujumlarida o'lgan va yaralanganlarning bor yo'qligi haqida hozirgacha ma'lumot yo'q. Liviyaning sharqiy qismidagi qurolli qismlarning qo'mondoni Xalifa Xaftar bu yil 4-aprel Trablosni qo'lga tushirish haqida buyruq tushirgan edi. Buning bilan davlatlik birlashma hukumat qismlari mo Burkan al-Gabad harakatini boshlagan edi. Iroqda Shia Sodir harakatining rahbari Muqtada Sodirning Amerika bilan Eron orasida yuz berish ehtimoliga bo'lgan urushdan Iroqni yiroq tutish haqidagi chaqiriqning orqasidan minglagan kishi poytaxt Bag'dodda ko'chalarga to'kildi. O'xshash bir faoliyat janubdagi Karbala shahrida o'tirg'a chiqdi. Shahar markazida jam bo'lgan kishilar rayonda tinchlikni ishga oshirishga va Iroqning rayonlik urushlardan saqlanishiga chaqiriq qildi.